Bashir Hofiy Quddisa sirruhu aytadilar, bir hayotlariga bunday nazar tashlasak bizga ibrat bo'ladi. 30 yildan beri qovurilgan go'sht yegim keladi, lekin haligacha yemadim. Chunki uni yemasligim men parhez qilganimdan emas, balki bir dirhamim bo'lganda albatta yegan bo'lardim degan ekanlar. Ana shunday ulug' zotlar azizlar 30 yillab qovurilgan go'sht yemagan ekanlar. Lekin bizdan ko'ra shukronasi ko'p bo'lgan. Lekin bizdan ko'ra ibodatlari go'zal bo'lgan. Biror marta Allohim nimaga menga go'sht bermading? Nimaga hamma go'sht yedi-yu menga shundoq rizqimni ulug' qilmading deb Robbalariga biror marta nolimaganlar, odobsizlik qilmaganlar.